Ushbu video sizni millionlab pullaringizni tejaydi. Millionli analizlar topshiradi, millionli lisheniyalar oladi, lekin besamar. Mashqimda doimiy ravishda nimadir turganga o'xshaydi, siqadi, ezadi, bir sanchiydi, og'riq paydo bo'layotganga o'xshaydi. 10 yildan beri, 5 yildan beri, 2 yildan beri, 3 yildan beri shu holat sodir bo'layotgan bo'lsa ham, siz hali biror marta yana holatda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, inson haqiqatan gipoksiya bo'lib nafas ololmaydi. Masalan, infarkt bo'lib qolman, insult bo'lib qolman kabi yozib berilgan qanaqadir simptomatik preparatlar, simptomatik dorilar ham deyarli bu holatda vaziyatda foyda bermaydi. Gastrit davolansa ham, shu o't qopi davolansa ham, bu hokazo qilinadigan bo'lsa ham, bu simptomlarning sababi haqida endi gaplashadigan bo'lsak, organlar davolanilmaydi, chunki sizga doktoringiz уже bir necha karra hisob bo'linglar, salom. Ushbu video sizni millionlab pullaringizni tejaydi. Ushbu video orqali men 100% garantiya beraman, siz o'zingizda nima sodir bo'layotganligiga aniq javob olishingiz va ko'pchilik yillar davomida kerak bo'lsa 10 ta professor ham sizga tushuntirib bera olmayotgan sababini topa olmayotgan holatlaringizga, bo'lib ham taningizdagi shikoyatlaringiz va simptomlaringizga ushbu videodan javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videoda sizni qiynab tashlayotgan tana simptomlari va siz doktor yurib sababini topa olmayotgan simptomlaringiz aslida tagida nima sababdan kelib chiqqanligi haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ziyodullohxon Sa'dullayev, xalqaro toifadagi klinik psixolog, nevrotik va depressiv buzilishlar bo'yicha mutaxassis hisoblanaman. Bir necha yillardan beri ushbu holatdan aziyat chekayotgan insonlarga o'zimni psixologik hamda psixoterapevtik ko'magimni berib kelaman. Hurmatli do'stlar, agarki siz ushbu kanalda yangi bo'lsangiz, ushbu kanalga obuna bo'lishingizni, zero bu yerda siz juda ham ko'plab foydali kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, sizlarni barchalarni o'zimni ijtimoiy tarmoq sahifalarim, xususan Instagram va Telegram kanallarimga taklif qilib qolaman va mana maxsus demak yopiq klub mavjud. Ushbu yopiq klubda biz nevroz va depressiya ustidan chiqish ustida demak ishlab kelamiz va sizni ham ushbu klubga a'zosi bo'lishingizga taklif qilib qolaman, juda ham kichkina oylik to'lov evaziga. Keling endi mavzu haqida gaplashadigan bo'lsak. Ko'plab insonlar yillar davomida doktor yurishadi va u doktorga boradi, bu doktorga boradi, millionli analizlar topshiradi, millionli lisheniyalar oladi, lekin besamar. U doktor aytadi, men san sotaman deydi, nazarcheniyasini qiladi, apparatga jo'natadi, demak dori-darmon yozadi, foyda yo'q. Bu doktorga boradi, men san sotaman deydi, demak davolanadi, foydasi yo'q. Lekin aslida tagida bu narsalarning hammasini sababi umuman boshqa joyda yotgan bo'ladi. Kelinglar, birinchi o'rinda men hozir siz shikoyat qilib boradigan simptomlaringizni sanab beraman va ikkinchi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, ushbu simptomlar nima sababdan kelib chiqishi haqida va nima uchun bu masalada sizga tibbiyot yordam bera olmayotganligi haqida biz sizlar bilan gaplashamiz. Birinchisi bu tomoqqa narsa tiqilishi. Ya'ni как будто tomog'imda nimadir turganga o'xshaydi. Yutinishga qiynalaman. Tomog'imga tosh kirib qolganga o'xshaydi, tomog'im qisilib qolganga o'xshaydi. Как будто hozir narsa yutsam yutolmayman. Demak, suv ichaman desam, как будто icha olmayotgandek, mashqimda doimiy ravishda nimadir turganga o'xshaydi kabi shikoyat sizda mavjud bo'ladigan bo'lsa. Bo'lib ham tomog'ingizni ochib qarab olsangiz, tomog'ingizda hech narsa yo'q, tomog'ingiz qizarmagan, hech qanaqangi angina yo'q, hech qanaqangi infeksiya yo'q. Lorga bordingiz, bir emas 4 tasiga. Lor tomog'ingizni ko'ryapti, hech narsa yo'q, tomog'ingiz top-toza, tomog'ingiz demak sog'lomdir. Balki menda buqoq bordir, tashqi buqoq bor, ichki buqoq bor, balki shunaqa buqog'im meni qiynayotgandir deb turib, boyagini buqoqdan endokrinologga boradi. Endokrinolog ham tekshirib plus-minus boyagini hech qanaqangi holatda vaziyatda topmaydi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, ko'krak qafasimizdagi qanaqadir bezovtalik, og'riq va ko'krak qafasimizda qanaqadir notinchlikni va bosimni his qilishimiz. Ko'pchilik bu yerda yuragim kasal deb turib kardiologga borishni boshlaydi, kardiologda qanaqadir davolanishga harakat qiladi. Kimdir balki o'pkan bilan nimadir bo'layotgandir deb pulmonologga boradi. Qanaqadir mashqimda nimadir siqadi, ezadi, bir sanchiydi, og'riq paydo bo'layotganga o'xshaydi, bir yuragim urib ketib qoladi, misol uchun, kabi mashqim g'ijimlayveradi, mashqimda qanaqadir nimadir turib qolganga o'xshaydi kabi holatlarni, vaziyatlarni demak insonlar aytishadi. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, bu bosh aylanishi va doimiy ravishdagi hozir men yiqilib tushadigandekman his tuyg'usini insonni his qilishi, oyog'im hozir chalkashib ketadigandek, oyog'imda hozir tura olmay qolaman, yiqilib tushadigandek kabi holatni, vaziyatni insonni his qilishi.
Endi bu yerda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, siz bu holatda aytyapsiz, boshim aylanib ketyapti deyapsiz, hozir yursam yiqilib tushaman kabi holat vaziyat bo'ladi, lekin siz hech qachon shu paytgacha 10 yildan beri, 5 yildan beri, 2 yildan beri, 3 yildan beri shu holat sodir bo'layotgan bo'lsa ham, siz hali biror marta yiqilganingiz yo'q, biror marta misol uchun o'zingizdan hushingizdan ketganligingiz yo'q. Doktorga borasiz, nevropatologga borasiz, kimdir internetdan o'qib voyda menda skleroz boshlanayotgan ekan deb misol uchun qo'rqib ketadi. Lekin doktorga bu yerda ham xuddi shunaqa, doktorga boradigan bo'lsangiz, doktor sizga qanaqadir sababini topib bera olmaydi. Nevropatolog sizga beta-sark yozib beradi yoki qanaqadir o'sha bosh aylanishiga qarshi bo'lgan preparatlarni yozib beradi. Vroj qabul qilyapsiz, sal-pal yordam olgandek bo'lasiz, to'xtatganingizda yana qaytib kelyapti yoki da bo'ladigan bo'lsa, umuman hech qanaqangi foydasini sezayotganligingiz, his qilayotganligingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa. Keyingisi havo yetmayotgandek his-tuyg'uni bo'lishi. Bu yerda o'pkamni to'ldirib nafas ola olmayapman, havo ichimga yetmayotganga o'xshaydi, qayerdadir bo'layapman kabi his-tuyg'uni insonni his qilish. Endi bu yerda yana nihoyatda muhim ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, inson haqiqatan gipoksiya bo'lib nafas ola olmaydi, misol uchun o'zidan ketib bir narsa bo'lmaydi-da, shu his-tuyg'u bilan yashayveradi. Havo yetmayapti, chiqishga harakat qiladi, qochishga harakat qiladi, xonada o'tirgan bo'lsa tashqariga chiqib ketishga harakat qilish holatlarini, vaziyatlarni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, doktor yuriladi, u doktorga borib ko'rgan, bu doktorga borib ko'rgan, lekin hech qanaqadir jiddiy sabab, jiddiy kasallik demak topilmaydi va yozib berilgan qanaqadir simptomatik preparatlar, simptomatik dorilar ham deyarli bu holatda, vaziyatda foyda bermaydi. Keyingisi, bu tanani turli qismlarida sanchiqlarni mavjud ekanligi. Birdaniga oyog'imga bitada juda ham ko'plab nina sanchib tashaganga o'xshaydi. Bel sohamda qanaqadir nina kirib ketganga, sanchib qolganga o'xshaydi kabi holatlarni, vaziyatlarni demak insonlar aytishadi. Qanaqadir qo'lim bo'shashib qolgandek, qo'limda qanaqadir bijirlashlar, titroqlar, misol uchun sanchiqlar, misol uchun sodir bo'lyapti. Men infarkt bo'lib qolman, insult bo'lib qolman kabi holatlarni, vaziyatlarni demak insonlar shu narsadan o'ylab, shu narsadan qo'rqib ketishadi va bu narsani bo'lib ham inson asabiylashayotganida, xavotirlanayotganda, qo'rqayotgan paytida ko'payishini, kuchayishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi nihoyatda muhim belgilardan biri bu oshqozon, ichak tizimidagi muammolarni insonda ko'payib qolishi, paydo bo'lib qolishi. Bu yerda oshqozonimni mashtimga nimadir tiqilayotganga o'xshaydi. Ko'nglim ayniydi. Ichim ketib qoladi, ichim qotib qoladi. Shu qornimda qanaqadir o'zgarib turuvchi doimiy ravishda spazmlar, tortishlar, og'riqlar qanaqadir sodir bo'ladi kabi holatlarni, vaziyatlarni bo'lishi. Bu yerda ham demak inson kolonoskopiya qildiradi, gastroskopiya qildiradi, qayta doktorga boraveradi, u gastroenterologga borgan, bu gastroenterologga borgan, lekin oshqozon ichidan hech qanaqangi 4 marta qayta kolonoskopiya, gastroskopiya qildirsam hech narsa topilmaydi. Misol uchun mashtimga narsa tiqilyapti deyapti inson, gastroskopiya qildiryapti, hech qanaqangi xudo ko'rsin onkologik seryozni tam proseslar, jarayonlar yo'q, kerak bo'lsa hech qanaqangi gastrit ham, hokazo ham yo'q. Kimdir aytadi o't qopingizda ozgincha dimlanish bor deydi, kimdirgadir aytiladi gastrit bor deydi, u bor bu bor deyiladi va gastrit davolansa ham, shu o't qopi davolansa ham, hokazo qilinadigan bo'lsa ham, lekin hech qanaqangi gastroenterologlarni demak davolanishidan inson foyda ola olmaydi. Seryozni gastriti bor bo'lgan insonni tam antibiotiklarning kursi bilan davolab уже tuzatib yuborishdi. Misol uchun siz tanishingiz bo'lishingiz bo'ldi, yo'q bo'lib ketdi, esdan chiqadi, soppa-sog' yuribdi. Siz 1 yildan beri, 2 yildan beri hali ham oshqozoningizni tuzata olmay, bir diareyadan, bir ko'ngil aynishidan demak doimiy ravishda azob chekib yuribsiz. Ko'ngil aynishi ham xarakteristikasi shunaqaki, mana inson zaharlanganda, otravleniya bo'lgan holatda ichidan qusib chiqarib yuboradi-da, bo'ldi. Keyin shu bilan 3-4 kundan keyin восстановление bo'lib joyiga kelib ketadi. Bu yerda insonni biz qayd qilishni ko'rmaymiz. Inson aytadi, "Men hech qachon qayd qilganim yo'q hali" deydi. Og'ir holatida 1-2 marta qayd qilish mumkin bo'ladi. Asosan bu doimiy ravishda ko'ngil aynishi bor, lekin bilaman hozir hech narsa qusmasligimni bilaman, qayd qilmasligimni aniq-taniq bilaman, lekin shu ko'ngil aynishi meni boyagidek qo'yib yubormaydi degan holatlarni, vaziyatlarni insonlarni aytishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi quloqdagi shovqin va insonni boshida qanaqadir bir bosimni his qilish holatini, vaziyatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, inson lorga boradi, apeshtaki nevropatologga boradi, qanaqadir tekshiruvlardan o'tadi, lekin hech qanaqangi tibbiy sabab topib bera olmaydi. Hurmatli o'rtoqlar, avvalambor iltimos kommentariyaga yozib qoldiring. Yuqoridagi aytib o'tgan simptomlarimdan qaysi biri sizni tanangizda mavjud va siz mana shu simptomlardan davo qidirib, doktor yurasiz? Iltimos bu haqida kommentariyaga yozib qoldiring. Videoni boshida aytganimdek, bu simptomlarning sababi haqida endi gaplashadigan bo'lsak. Hurmatli do'stlar, men yuqorida sanab o'tgan hamma simptomlarim
Bu shunaqangi nevrotik buzilishlar yoki xavotirli buzilishlar degan psixoemotsional demak ma'lum bir buzilish ko'rinishi mavjud hisoblanadi. Endi videoni boshidagi savolga javob beradigan bo'lsak, nima uchun bu simptomlar sizda mavjud ekanligi haqida endi gaplashadigan bo'lsak. Hurmatli do'stlar, sizni tomog'ingizga tiqilayotgan narsa, oshqozoningizga tiqilayotgan narsa, mana bu yuragingizdagi, tanangizdagi barcha spazmlaringiz, siqilishlaringiz, qanaqadir og'riqlaringiz, ko'ngillaynishlaringiz, qulog'ingizdagi shum va boshqa tanangizdagi g'alati, ajoyib, g'aroyib, siz necha yillardan beri davosini topa olmayotgan simptomlaringiz, bu sizni markaziy nerv tizimingizni toliqishib va markaziy nerv tizimingizda sodir bo'layotgan surunkali qo'rquv, xavotir, vahimani natijasida kelib chiqadigan simptomlar hisoblanadi. Agardaki sizni tomog'ingizga narsa tiqilayotgan bo'lsa, agardaki sizni oshqozoningizga bir narsa tiqilayotgandek his-tuyg'u bo'ladigan bo'lsa, boshingiz aylanyapti, qanaqadir misol uchun qulog'ingizda shovqin bo'layotgan bo'lsa va siz уже bir necha karra mutaxassislashgan doktorlarning ko'rigidan o'tgan bo'ladigan bo'lsangiz va davolanib ko'rgan bo'ladigan bo'lsa, foyda olmagan bo'lsa, juda katta ehtimol bilan sizdagi ushbu holatlar sizda ketayotgan ma'lum bir nevrotik yoki depressiv buzilishlarni natijasida kelib chiqayotgan bu holatlar nevroz va depressiyaning ma'lum bir simptomlari hisoblanadi. Nevrotik va depressiv buzilishlarda davo yurakka, oshqozonga, tomoqqa yoki bo'ladigan bo'lsa qulog'ingizga qaratilmaydi. Ya'ni bu yerda organlar davolanilmaydi. Chunki sizga doktoringiz уже bir necha karra aytib, bir necha doktorlar sizga уже xulosa berib bo'lishdi. Sani organlaring bilan hammasi joyida. San aytayotgan simptomlaringni demak izohlovchi, sani tanangda kasal yo'q degan narsani juda katta ehtimol bilan уже sizga xulosani berib bo'lishgan. Bizani bunaqangi turli ko'rinishdagi simptomlar paydo bo'lgandagi asosiy vazifamiz bu markaziy nerv tizimini e'tibor qilamiz, ham farmakologik yo'l bilan qattiq va ayni damda psixoterapevtik yo'l bilan tinchlantirish hisoblanadi. Qachonki bosh miyani qo'rquv, xavotir uchun javob beradigan qismi haddan tashqari aktiv, faol ishlab ketishi boshlaganda, bosh miya qo'rquv va xavotirni boshqarib nazorat qila olmayotganligini hisobiga insonni tanasida shunaqangi ko'plab simptomlar shakllanishi, ko'plab simptomlar paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Men yuqoridagi sanab o'tgan simptomlarim bilan har kuni patsientlarim bilan ishlaymiz. Va shu narsani aytishim mumkinki, biz ularni asosiy muammosi nevrozda bo'lib ham bu xavotir va qo'rquvni pasaytirishi, boshqarishi, nazorat qilish va u narsani davolashga muvaffaq bo'lganligimizning hisobiga insonlar shikoyat qilayotgan tanadagi barcha simptomlari ham yo'qolishi, demak joyiga tushishi boshlaydi demoqchiman. Shu sababli men yuqorida aytgan simptomlar sizda mavjud bo'ladigan bo'lsa, hurmatli do'stlar, doktorlarni tinch qo'ygan holatda siz bu yog'iga murojaat qilishingiz kerak bo'lgan mutaxassis, bu dori-darmonlar uchun vrach, psixiatr, psixoterapiya uchun klinik psixolog, psixoterapevt bo'lishi kerak bo'ladi. Siz yana 60 millionga, yana 70 millionga qayta bolnitsaga yotib, qayta boygindek u apparatga tushib, 50-marta MRT qildirib, kolonoskopiya qildirib, gastroskopiya qildirib, hadi bo'lar bo'lmas tam gormonlarni topshiraverib, gormon ichirib, siz boygindek o'zingizni davolay olmaysiz. Bu yerda aynan ruhiyat bilan, insonni psixoemotsional boshqaruvi bilan ishlashimiz kerak bo'lgan bular holatlar hisoblanadi. Shuning uchun balki siz bu gapni boshqa vrachlardan ham eshitgandirsiz. Doktorlar bir ikki marta qabuliga qaytib kelganingizdan keyin, masalan, siz ham gastroenterologga boryapsiz, endokrinologga boryapsiz, kerak bo'ladigan nevropatologga, kardiologga qayta borganingizdan keyin doktorlar aytishadiki, bu sizni asabingizdan bo'lyapti deyshadi. Siz yuragingiz emas, oshqozoningiz emas, tomog'ingiz emas, siz asabingizni davolashingiz kerak degan holatda vaziyatda demak yetishadi. Va bu 100% haqiqat hisoblanadi. Chunki yana qaytaraman, yuqorida aytib o'tgan simptomlarimning barchasi bu nevrotik va depressiv buzilishlarda eng keng tarqalgan, eng ko'p uchraydigan holatlar va vaziyatlar hisoblanadi. O'rtoqlar, men shu narsani har doim insonlarga tushuntirishga harakat qilaman-da. Insonni psixikasi, insonning ruhiyati shu darajada kuchli mo'shni narsa-da. Va ruhiyatdagi bo'layotgan ma'lum bir o'zgarishlar insonni tanasida juda ham jiddiy belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin bo'ladi. Shu sababli toki ruhiyat davolanilmagunligigacha inson o'zini og'ir va o'tkir his-tuyg'ulari, emotsiyalari va noto'g'ri xulq-atvorini o'zgartirmagunligigacha insonni tanasida shunaqangi yoqimsiz simptomlar sodir bo'ladi demoqchiman.
Umid qilamanki, video sizga foydali hamda kerakli bo'ldi deb. Umid qilamanki, sizni qiynayotgan, ancha yillardan beri qiynayotgan savolingizga javob ola oldingiz deb va ushbu holat ustida kerakli mutaxassislar bilan ishlashingizni nihoyatda tavsiya qilgan bo'lardim. Umid qilamanki, video sizga yoqdi, foydali hamda kerakli bo'ldi deb. Sizlarni barchalarni o'zimning shaxsiy individual konsultatsiyalarim va jonli yopiq klublarimni kutib qolaman. Videoga like qo'ying, o'zingiz fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Tindamsiz doktor yurayotgan tanishlaringizga, yaqinlaringizga обязательно jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.